sizga to'g'ri texnologiya tanlashni o'rgatamiz. Ularni bemalol bir-biridan farqini ajrata olasiz. Mashinani texnologiyasini o'rganib, keyin uni modelni tanlash kerak. Qaysi texnologiya sizni holatingizga mos keladi? Bugungi kundagi modellarni asosiy mana shu 5 ta texnologiya bir-biridan ajratib turadi. Lekin bu texnologiyaning bitta kamchiligi bor. Issiqlik va shovqinga aylanib ketadi. Ya'ni yoqilg'ining hammasi mashinani harakatlantirishga sarflanmaydi. Plug-in gibridni oddiy gibriddan farqi ham shunda, ya'ni siz uni zaryadlasangiz bo'ladi. Lekin ularning vazifasi tamomila boshqacha. Mana shu joyda bitta xatoga yo'l qo'yishadi. Odamlar EREV bilan plug-in gibridni bir xil narsa deb o'ylaydi. Faqat elektrni o'zida uzoq masofalarni bosib o'tsangiz bo'ladi. Unda umuman ichki yoni dvigateli yo'q. Taxminiy asoslarga qarab turib sotib ola olmaysiz. Bir paytlar mashina tanlash juda ham oson edi. Salon yoki bozorga borardingiz, o'zingizga yoqqan mashinani agar narxi sizga to'g'ri kelsa, sotib olardingiz, qo'yardingiz. Bugun bo'lsa har kuni yangi atamalar chiqib kelyapti. Misol uchun gibrid, plug-in gibrid, elektromobil va hokazo. Internetdan maslahat qidiradigan bo'lsangiz, har kim har xil maslahat beradi. Kimdir elektromobillar bu kelajak desa, kimdir gibrid baribir yaxshi tanlov deydi. Yana kimdir bo'lsa, baribir o'zimizni eski benzinli mashinalar yaxshi, chunki ular sinovdan o'tgan deydi. Eng qiziq tomoni, siz bu maslahatlarning qaysi biri eng to'g'ri ekanligini bila olmaysiz. Natijada bugungi kunda mashina tanlash oldingiga qaraganda anchagina qiyinlashdi. Ayniqsa siz sotib olmoqchi bo'lgan mashinaning narxi 300, 400 va 500 milliondan ortiq bo'lsa, chunki siz bunaqangi qimmat mashinani taxminiy asoslarga qarab turib sotib ola olmaysiz. Endi menga rostdan ayting. Siz rostdan ham ekrandagi yozuvlarni bir-biridan farqini ajrata olasizmi? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, qo'rqmang. Chunki siz yolg'iz emassiz. Bizni bugungi videodan maqsadimiz ham aynan shu. Sizni qanaqadir chalkash atamalar bilan chalkashtirish emas, balki og'zaki, xalqimiz har doim foydalanadigan, o'zimiz til bilan aytganda jaydari iboralar bilan sizga tushuntirish. Aynan bugungi mavzuni. Bugun video davomida sizga birorta ham mashina sotishga harakat qilmaymiz. Uni o'rniga sizga to'g'ri texnologiya tanlashni o'rgatamiz. Chunki bugungi kunda elektromobil va gibridlarning turli xil modellari mavjud. Siz videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, ularni bemalol bir-biridan farqini ajrata olasiz. Va videoni oxirigacha ko'rganingizdan keyin men sizga 5 ta savol beraman. Va aynan mana shu 5 ta savolni berish orqali siz kelajakda o'zingizning hayot tarzingizga mos bo'lgan mashinani tanlashni o'rganasiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi bo'lim. Nega avval texnologiyani tushunish kerak? Ko'pchilik mashina tanlayotgan paytida bitta xatoga yo'l qo'yadi. U ham bo'lsa, oldin mashinani modelini tanlaydi, keyin bo'lsa, uni texnologiyasiga e'tibor beradi. Lekin aslida tamomila teskarisi bo'lishi kerak. Birinchi, mashinani texnologiyasini o'rganib, keyin uni modelni tanlash kerak. Tasavvur qiling, tashqi ko'rinishdan bir-biriga juda ham o'xshaydigan ikkita avtomobil turibdi. Lekin ularning bittasi gibrid, ikkinchisi elektr. Tashqaridan qaraganda ikkita mashina ham bir xil. Lekin ularning xarajati, sizning odatlaringizga to'g'ri kelishi va sizga beradigan taassurotlardan kelib chiqadigan bo'lsak, ular aslida bir-biriga juda ham teskari holatda bo'ladi. Va bugun biz qaysi mashina eng zo'ri degan savolni oldimizga qo'ymaymiz. Chunki bu savolning o'zi noto'g'ri. To'g'ri savol bo'lsa, qaysi texnologiya sizning holatingizga mos keladi? Bugun aynan mana shu savolga javob topasiz. Agar shu savolga javob topadigan bo'lsangiz, keyingi safar model tanlash ancha osonlashadi. Bugungi kundagi modellarni asosiy mana shu 5 ta texnologiya bir-biridan ajratib turadi. Agar mana shu 5 tasini ishlash prinsipini yaxshi tushunib oladigan bo'lsangiz, keyingi safar har qanday yangi mashinani ko'rganda uni bittada ajratib olasiz va sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, buni ham osongina bilib olasiz. Keling, eng ko'p uchraydigan texnologiyadan boshlaymiz. Ikkinchi bo'lim. Ichki yonuv dvigateli. Keling, hammasini noldan boshlaymiz. Sizningcha mashinani oldinga nima harakatlantiradi? Ko'pchilik ichidan motor degan javobni berib bo'ldi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Lekin motorni o'zi ham energiyani qayerdandir olishi kerak-ku, to'g'rimi? Oddiy benzinli avtomobilda bu energiya benzin yoki dizeldan olinadi. Yoqilg'i dvigatel ichida yonadi, hosil bo'lgan energiya esa g'ildiraklargacha uzatiladi. Dunyoda o'nlab yillar davomida ishlab chiqarilgan avtomobillarning aksariyati aynan shu prinsipda ishlaydi. ICE, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda, ichki yonuv dvigateli deb ataladi. Masalan, Cobalt, Damas, Tracker
yoki boshqa ko'plab an'anaviy avtomobillar aynan shu texnologiyadan foydalanadi. Bu tizimning eng katta afzalligi infratuzilma allaqachon tayyor. Benzin quyish shoxobchalari hamma joyda bor va mashinaga bir necha daqiqada yoqilg'i quyib, yo'lda davom etishingiz mumkin. Lekin bu texnologiyaning bitta kamchiligi bor. Dvigatel ishlayotgan payti yoqilg'ining bir qismi mashinani harakatlantirishga emas, balkim issiqlik va shovqinga aylanib ketadi. Ya'ni yoqilg'ining hammasi mashinani harakatlantirishga sarflanmaydi. Befoyda ishlag'i ham ketib qoladi. 3-bo'lim HAV. Gibrid texnologiyasidagi odamlarni eng hayron qoldirgan narsa, siz mashinani hech qachon zaryadkaga qo'ymaysiz. Ya'ni mashinada ham batareyka bor, ham elektr motor bor. Tushunyapsizmi? Siz hech qachon mashinani zaryadkaga qo'ymaysiz, lekin baribir mashina o'zi zaryad oladi. Bu qayerdan sodir bo'ladi? Buni ikkita manbai bor, hozir tushuntirib beraman. Birinchisi, ichki yonuv dvigateli. U nafaqat mashinani harakatlantiradi, balki kerak bo'lganda batareyani zaryadlaydi ham. Ikkinchisi esa regeneratsiya. Oddiy qilib aytganda, siz gazni qo'yib yuborganingizda yoki tormoz bosganingizda odatda yo'qolib ketadigan energiyaning bir qismi elektr energiyasiga aylantirilib, yana batareyaga qaytariladi. Ya'ni oddiy mashinada bekorga yo'qoladigan energiya gibridda yana foydali energiyaga aylantiriladi. Shuning uchun gibrid texnologiyasini alohida tokka ulashning hojati yo'q. U o'z batareyasini o'zi zaryadlab boradi. Lekin bu yerda yana bir muhim narsani tushunish kerak. Gibrid texnologiyasida elektr motorning vazifasi benzinli dvigatelni butunlay almashtirish emas. U asosan unga yordam beradi. Ayniqsa, mashina joyidan qo'zalayotganda, tirbandlikda yoki past tezlikda harakatlanayotganda. Natijada yoqilg'i sarfi kamayadi va harakat yanada silliq bo'ladi. Ayniqsa tirband shaharlarda bu farq ancha seziladi. Chunki gibrid texnologiyasi eng ko'p past tezlikda harakatlanishda foyda beradi. Lekin siz gibrid texnologiyasidagi 100 km yo'lni faqatgina elektrni o'zida bosib o'ta olaman deyotgan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Buning uchun sizga umuman boshqa texnologiya kerak, ya'ni plug-in gibrid. 4-bo'lim PHEV, ya'ni plug-in gibrid. Tasavvur qiling, gibrid texnologiyasidagi batareykani biroz kattalashtiramiz va unga rozetkadan zaryadlash imkoniyatini beramiz. Natijada plug-in gibrid paydo bo'ladi. Plug-in gibridni oddiy gibriddan farqi ham shunda, ya'ni siz uni zaryadlasangiz bo'ladi. Va buni eng ustun tarafi, siz umuman benzin quymasdan uni vaqtida zaryadlash orqali faqat elektrni o'zida uzoq masofalarni bosib o'tsangiz bo'ladi. Mana uni ustun tarafi. Misol uchun, har kuni uydan ishga borib kelishingiz 40-60 km bo'lsa, ko'p hollarda ichki yonuv dvigatelini umuman ishga tushirmasdan ham yurishingiz mumkin. Lekin batareya quvvati tugasa-chi? Hech narsa bo'lmaydi. Shunda mashina odatdagi gibrid kabi ishlashda davom etadi. Ichki yonuv dvigateli ishga tushadi va siz yo'lingizni davom ettirasiz. Albatta bu masofa avtomobil modeli va batareya sig'imiga qarab farq qiladi. Lekin g'oya o'zgarmaydi. Qisqa kundalik yo'llarda elektr rejimidan maksimal foydalanish. Mana shu sababli plug-in gibridni ko'pchilik ikki dunyoning eng yaxshi tomonlarini birlashtirgan texnologiya deb hisoblaydi. Shaharda elektrda yurishingiz mumkin, uzoq safarga chiqsangiz esa zaryadlash shoxobchasini qidirishingiz shart emas. Oddiy benzin quyib, yo'lda davom etaverasiz. Aynan shu sababli ko'pchilik plug-in gibridni oiladagi yagona avtomobil sifatida ham ko'rib chiqadi. Lekin shu yerda ko'pchilik bitta xatoga yo'l qo'yadi. Plug-in gibrid bilan RFni bir xil texnologiya deb hisoblaydi. Aslida esa ular tashqaridan o'xshash ko'rinsa ham, ishlash prinsipi butunlay boshqacha. Keling, endi ko'pchilik chalkashadigan texnologiyani ko'rib chiqamiz, ya'ni RFni. 5-bo'lim RF texnologiyasi. Aynan mana shu uchun ko'pchilik plug-in gibridni ikki dunyoning eng yaxshi tomonlarini birlashtirgan texnologiya deb hisoblaydi. Agar siz shahar ichida yuradigan bo'lsangiz, bemalol elektrdan foydalanasiz. Agar uzoq yo'lga chiqadigan bo'lsangiz, zaryadlash moslamalarini qidirib yurmaysiz. Shunchaki oddiy benzin solib yo'lingizda davom etasiz. Shuning uchun ham ko'pchilik oila uchun eng ideal tanlov aynan mana shu plug-in gibrid modellari deb o'ylaydi. Lekin ular mana shu joyda bitta xatoga yo'l qo'yishadi. Mana endi odamlar eng ko'p chalkashadigan texnologiyaga ham yetib keldik. Odamlar RF bilan plug-in gibridni bir xil narsa deb o'ylaydi. Rostdan ham, tashqaridan qaraganingizda ular bir-biriga juda ham o'xshaydi. Ikkalasida ham batareyka bor, ikkalasida ham elektr motori bor, ikkalasida ham ichki yonuv dvigateli bor. Lekin ularning vazifasi tamomila boshqacha. Bu ikkalasini farqini bilishimiz uchun bitta savolga javob olishimiz yetarli bo'ladi. Ya'ni g'ildirakni nima aylantirib turibdi? Plug-in gibriddagi savolga javobimiz plug-in gibridda bu juda ham oddiy. Ba'zida uni elektr motor aylantirsa, ba'zida ichki yonuv dvigatel aylantiradi, g'ildirakni.
RFda bo'ladigan bo'lsa, har doim, deyarli har doim g'ildirakni faqatgina elektr motor aylantiradi. Xo'p, endi bizda bitta savol bor. Agar uni, ya'ni g'ildirakni faqatgina elektr motor aylantiradigan bo'lsa, ichki yonuv dvigateli nima vazifani bajaradi? Hozir buni tushuntirib beraman. Tasavvur qiling. Siz sayohatga chiqdingiz va batareya quvvati kamayishni boshladi. Shu paytda ichki yonuv dvigateli ishga tushadi. Lekin u g'ildiraklarni aylantirmaydi. U xuddi kichkina elektr stansiyasi kabi elektr ishlab chiqaradi va elektr motorni quvvat bilan ta'minlaydi. Shuning uchun RFni haydaganingizda hissiyot elektromobilnikiga juda yaqin bo'ladi. Jim harakatlanadi, tez akseleratsiya qiladi va asosiy ishni elektr motor bajaradi. Mana shu RFning eng katta farqi. Benzin bu yerda mashinani emas, elektrni harakatlantiradi. Endi bitta texnologiya qoldi. Unda esa ichki yonuv dvigateli umuman yo'q. Bu BEV, 6-bo'lim. BEV, sof elektromobil. Endi esa eng sodda texnologiyaga yetib keldik. Ya'ni BEV. Uni tushuna olishingiz uchun bilishingiz kerak bo'lgan bitta narsa bor. Unda umuman ichki yonuv dvigateli yo'q. Mashinani bo'lsa faqatgina elektr motor harakatlantiradi. Energiya bo'lsa katta batareyada saqlanadi. Shuning uchun benzin quyish shoxobchasiga borishingiz shart emas. Batareyani uyda yoki zaryadlash stansiyasida quvvatlaysiz. Ya'ni elektromobil egalari uchun yoqilg'i quyish degan tushunchani o'rniga qachon zaryadlayman degan odat paydo bo'ladi. Natijada harakat juda sokin bo'ladi, tezlanishi silliq bo'ladi va konstruksiyasi ham ancha sodda. Lekin buning evaziga zaryadlash masalasini ham oldindan o'ylab qo'yish kerak. Agar benzinli mashinaga yoqilg'i quyish bir necha daqiqa vaqt olsa, elektromobil batareyasini quvvatlash ko'proq vaqt talab qiladi. Shuning uchun elektromobil tanlashdan oldin avtomobilning o'zini emas, uni qayerda va qanday zaryadlashni ham rejalashtirish muhim. Video davomida biz siz bilan 5 ta texnologiyani ko'rib chiqdik. Siz ularni qanday ishlashi, vazifasi nima ekanligini aniq bilasiz. Lekin baribir bularning hammasi sizga o'zingizga mos bo'lgan mashinani tanlashingiz uchun yordam bermaydi. Yana bitta savol qoldi. Qaysi biri siz uchun eng mosi? Hozir ko'rib chiqamiz. Endi eng muhim qismga keldik, chunki texnologiyani vazifasini bilish boshqa, o'zingizga mos bo'lgan texnologiyani tanlay olish boshqa. Hozir buni 5 ta savolga javob olish orqali aniqlab olamiz. Birinchi savol. Bir kunda odatda necha kilometrni bosib o'tasiz? Agar asosan shahar ichida qisqa masofalarda harakat qilsangiz, elektrda yurish imkoniyati sizga ko'proq foyda berishi mumkin. Agar tez-tez safarga chiqsangiz, buning yechimi boshqacha bo'ladi. Ikkinchi savol. Mashinani uyda yoki ishxonada zaryadlash imkoniyatingiz bormi? Agar javob ha bo'lsa, plug-in gibrid yoki BEV siz uchun ancha qiziqarli variantga aylanishi mumkin. Agar javobingiz yo'q bo'lsa, HEV, ya'ni gibrid sizga kamroq tashvish tug'diradi, chunki uni umuman zaryadlashingiz shart emas. Uchinchi savol. Siz uchun eng muhimi nima? Yoqilg'ini tejashmi? Uzoq masofani bemalol bosib o'tishmi? Yoki haydash hissiyotimi? Chunki bu uchalasining ideal javobi bir xil texnologiya emas. To'rtinchi savol. Mashinadan asosan qayerda foydalanasiz? Faqat shahardami? Faqat trassadami yoki ikkalasida hammi? Haydash odatingiz ham tanlovga katta ta'sir qiladi. Va nihoyat 5-chi, ya'ni oxirgi savol. Siz yangi odatlarga tayyormisiz? Ya'ni har kuni telefoningizni zaryadlashga qo'yganingiz kabi, mashinangizni kechasi zaryadlash sizga muammo tug'dirmasa, sizga ba'zi bir texnologiyalar juda ham qulay bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, tepadagi 5 ta savolning hech birida qaysi mashina eng yaxshisi degan savol yo'q. Chunki eng yaxshi mashina bu sizni hayot tarzingizga mos bo'lgan mashina hisoblanadi. Ana endi videoni mag'ziga ham yetib keldik. Tepada sanab o'tilgan 5 ta texnologiyalarni yonma-yon qo'yib solishtirib ko'ramiz. Qaysi birini afzalligi bor, qaysi birini qayerda cheklovi bor va sizni hayot tarzingizga aynan qaysi biri mos keladi. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Esingizda bo'lsa, videoni boshida sizga bitta savol bilan yuzlangandim. Ekrandagi yozuvlar nimani anglatishini bilasizmi degandim. Endi savolga javobingiz biroz boshqacha bo'lsa kerak. Chunki siz bu texnologiyalarning vazifasini yaxshi bilasiz. Va xulosa shundaki, eng yaxshi texnologiya degan narsani o'zi yo'q. Faqatgina sizga mos texnologiya bor. Shuning uchun endi mashina tanlashni brend yoki modeldan emas, o'zingizning ehtiyojingizdan boshlang. Qolgan tanlovlar ancha osonlashadi. Agar qaysi texnologiya sizga mosligini aniqlab bo'lgan bo'lsangiz, keyingi qadam ham juda oddiy. B-Group orqali siz mana shu 5 ta texnologiyaning istalgan variantini O'zbekistondagi rasmiy dilerlarda sotilayotgan yangi avtomobillarni nasiya savdoga olishingiz mumkin. Ya'ni biz sizga qaysi mashinani olishingiz kerakligini majburlab tavsiya bermaymiz.
Biz shunchaki sizni ehtiyojingizni aniqlaymiz va ehtiyojingizdan kelib chiqilgan mashinani rasmiy dilerlardan qulay to'lovlar asosida olishga yordam beramiz. Agar hali ham qaysi texnologiyani tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz, o'zingizni qiynayotgan savolni izohda yozib keting yoki Big Group mutaxassislari bilan bog'laning, biz sizga yordam beramiz. Agar video siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, uni yaqinda mashina sotib olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'nating. Chunki ular bu video orqali qimmatga tushish xavfidan saqlanib qolishi mumkin. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki keyingi videolarda biz avtomobil olamidagi eng qiziqarli va foydali mavzularni sizga tushunarli bo'lgan tilda o'rganamiz. Salomat bo'ling.